Hurmatli mijozlar, mana hozir biza Chimberio zavodiga keldik va bu yerda xudo xohlasa 26-yil uchun bir planlarni muhokama qildik, переговорlar qildik. Xudo xohlasa aktiv mijozlarimizni ham yana Chimberio zavodiga olib kelib, shu yerda master-klasslarni o'tkazib, zavodlarni aylantirishlar haqida ham gaplashdik. Xudo xohlasa aktiv bo'lishni davom ettiringlar. Eng faol mijozlarimizni albatta yana shu zavodga olib kelamiz. Kuzatishda davom etinglar. Hozir biz Chimberio'ni majlislar zalidamiz. Qiziq narsa ko'zimiz tushdi. Ko'rib turganingizdek mana bu narsa Chimberio zavodida topilgan birinchi $1, ya'ni birinchi foydasi esdalik qilib olib qo'yilgan ekan. Shu narsaga ko'zimiz tushdi. Sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak deb o'ylashyapmiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, 2025-yilda Chimberio zavodiga borganimizda ko'zimizda o'sha asal arlarning iniga tushgan edi. Ya'ni shu narsaga ham e'tibor berib, o'sha asal qiladigan asal arlar ham boqishardi. O'sha asal arlardan chiqqan produkt, ya'ni asalni xudo xohlasa mana bu yil birinchi yil ekan, o'sha produktdan bizga ham ulashishdi. Hozir mana videosini qo'yib ko'rsatyapman. Ya'ni shu narsalarga ham qattiq e'tibor berishar ekan, qiziq bo'ladi deb sizlarga ham ulashyapmiz. Salomat bo'linglar.